Bilarmidingiz, oddiy bir mashina 1 daqiqada odamdan 500 baravar ko'p havo yutadi. Ishonmaysizmi? Hisoblab ko'raylik. Masalan, 1,5 litrli dvigatel tinch holatda 1 daqiqada taxminan 700 litr havo tortadi. Gazni bosganda esa bu raqam 4-5 ming litrgacha chiqadi. 2 litrli motor o'rtacha 3-6 ming litr havo tortadi. 3 litrli kuchli dvigatellar esa 1 daqiqada hatto 9 ming litr havo iste'mol qiladi. Nega shunchalik ko'p? Chunki dvigatel har ikki aylanishda o'z hajmidagi havoni tortadi. RPM oshgan sari havo iste'moli ham portlab o'sadi. Turbo dvigatellarda esa bu raqamlar 2 martaga oshiradi. Taqqoslash uchun odam 1 daqiqada atigi 6-8 litr havo yutadi. Mashina esa minglab litr havo yutadi. Motor shunchaki temir emas, haqiqiy havo yutadigan monster hisoblanadi. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling. Agarda sizga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun zapchastlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 100% kafolatli Boskoz brendi ostida ishlab chiqarilgan zapchastlarni xarid qilsangiz bo'ladi.